Assalomu alaykum. O'tgan dars biz ayn harfini gaplashdik. Bugun fa harfini yozamiz. Xo'p, fa harfimiz ko'zchadan iborat edi. Bitta eslab o'tamiz shuni. Tak. Ikki katek edi. Fa harfini boshida kelsa, o'rtasida kelsa va oxirida kelsa. Qaranglar, mana shu joyida bitta muhim qoida bor. Mana shuni tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda nima bo'lyapti? Mana bu yerga yozaman. Qarang. Katta qilib yozaman, qarang. Mana fa harfini yozyapman. Endi men fa harfini o'rtasiga kelganda qarang. Mana bunaqa chiqazyapman. Tekis chiqazyapman-da. Keyin mana bundan bu yoqqa yonga chiqazyapman. Yonga chiqazgandan keyin yana tekis tushiryapman. Tekis tushirgandan keyin ba harfini ulab ketyapman mana. Ko'rdinglar? Fa harfini shunaqa chiroyliroq ko'rinishi. O'zimizning stilli ko'rinishi bor. O'rtasida kelsa qaranglar, bundoq bo'ladi. Bundoq ketadi. Uchburchak tom simon bo'ladi. Men ko'proq mana bunaqani afzal ko'raman. Bu qanaqa yoziladi? Qaranglar. Mana. Bundoq kelyapti, tepaga tekis ko'tariladi, bundoq tushadi, bag bilan ketadi. Bu mana sal dumaloqroq, menga mana bunaqa ingichkaroq yoqqani uchun mana shu narsani yozaman. Hatto ikkalasini yozsanglar chiroyli. Qoidaga amal qilib. Faqat bu yerda hozir pala-partish ko'rsatish uchun yozilgan. Buni bundoq tekis yoziladi, misol uchun mana uchburchagiga tekis bo'ladi, bunaqasiga ulangan tekis bo'ladi. Mana bu chiqqandan keyin bunaqasiga tekis ulanadi. Shunaqa. Oxirida xuddi shunaqa to'xtatsanglar ham bo'ladi. Fa ketadi. Qoidasi shunaqa. Muhimi dumaloq birga bir chiqsa bo'ldi. Misol uchun mana bu yerda 3 ta ko'z yozgan bo'lsam, misol uchun ikkitasi so'z o'rtasida bo'lsa, mana shu ikkitasi ham bir xil chiqishi kerak. Bittasi katta, bittasi kichkina chiqib qolsa, xunuk qiladi. Dalliga ahamiyat beramiz. Ro harf. Sin. Mana joy tashlab ketaman-ku. Bular qo'l uzishlar. Sizlar ham xuddi shunaqa qoldirib ketmanglar. Prosta bu yerda qo'l uzilgan degan narsa bor. Fa'ni fa ulanishi. Qof. Oxirida bitta chiroyli qilib rasmni tashlab qo'yaman. Keyin videoni ko'rib, video darsliklarni ko'rib, gruppaga tashlashga uyalayotgan bo'lsanglar, lichkamga tashlab qo'ysanglar ham bo'ladi. U ilm olishda uyalmanglar. Uyalmaslik kerak. Uyaldingizmi? Uyalmancha o'zingiz bilsanglar kerak. Ilm olishda tortinish kerak emas. Tayyor ilm. Ko'pchilik darsligiga kirsanglar, bu narsalar pulli bo'lib turibdi. Foydalanib qolish kerak bunaqa narsalardan. Mana ko'pchilik fi deydi-yu. Mana shu yerda yoziladi fi ko'rinishi. Yana bitta ko'rinishi, faqat bu yerda endi so'z bor, qanaqadir. Nun bo'lishi mumkin. Xo'p, bu endi fa'ni o'zi emas. Bu endi fa deb darslikka yozib qo'ygan bo'laman. Ikkita tochka qo'ysangiz qof harfi bo'lib qopti. Bo'ldi, unaqa joy unaqa katta anaqasi-yu, raznitsasi-yu. Raznitsani o'zbekchasini bilmayman. Ikkita tochka qo'ysangiz qof bo'lib turibdi. Bitta tochka qo'ysangiz fa bo'lib turibdi. Bitta yozuv bilan ikkita quyonni urasiz. Ikkita harf urasiz. Assalomu alaykum.